Sharq xalqlarida ko'klamda nishonlanadigan Navruz bayrami o'zining tarovati, fayzu barakasi, an'ana va qadriyatlarini aks ettirgani bilan qadrlanadi. Shuning uchun ham uni tarannum etish ko'ngillarga farah baxsh etadi. Shu kunlarda Navruz tantanalari joylarda davom etmoqda. Toshkent iqtisodiyoti va pedagogika universitetida ham Navruz bayrami nishonlandi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Sharq xalqlarining yangi yili hisoblangan Navruz shukuhi yurtimizning har bir dargohiga kirib bordi. Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida ham mana shunday bayram tadbirlari o'tkazilyapti. Talaba yoshlar o'z qo'llari bilan har bir viloyatning milliy taomlarini tayyorlab, bir dasturxon ustida baham ko'rmoqda. Muassasada dars beruvchi xorijlik professorlar uchun bayram o'zgacha taassurot qoldirmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Türkiye'den Özbekistan'a geldim. Katıldığım ilk Nevroz Bayramı. Uzun süren bir hazırlık süreci oldu. Çok güzel ürünler hazırladılar. Daha önce sümelek hiç yememiştim Nevroz Bayramı'nda. Sümelek yaktı, çok güzel. Bayram tadbiriga nafaqat xalqimizning sevimli san'atkorlari, balki talaba yoshlarning milliy chiqishlari ham o'zgacha kayfiyat berdi. Urf-odat va an'analarimizni aks ettirgan sahna ko'rinishlari hamda raqslar yigit-qizlarda milliy g'urur shakllanishida katta ahamiyatga ega. Mana bugungi Navruz saylimizda biz nafaqat butun respublikamiz viloyatlarini taomlaridan tatib ko'rdik, balki urf-odatlarini ham ko'rdik. Ayniqsa mana Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatlarini udumlarini bizning talabalarimiz bir ko'rsatib berishdi. Ayniqsa mana shular juda bir taassurot qoldirdi bizda. Navruz bu nafaqat yangi yil boshlanishi, balki qalblar yangilanishi, do'stlik va hamjihatlikning yorqin ifodasidir. Bunday tadbirlar yoshlar ongida milliy qadriyatlarimizga bo'lgan hurmatni yanada mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.